yok qilish bu cultural genocide bo'ldi. Çünkü bir milletning tilini, dinini, culture'ni butunlay yo'qotib ketganda u millat yildizidan yo'qolib ketadi, qaytarilamaydi deydi. Ama bir milletni bir yerimini yoki hammasini qirib ketganda ular yana qaytadan tirilib o'zini topa oladi. Ama bu cultural genocide'da bular o'zini topamaydi. So'ng bu genocide bo'lishi Ortaz yaxshi emasmi? Ondan keyin bir g'ijiz ses var. birisi kirib remove qilyapti, chiqaryapti seni deydi. Kim chiqaryapti? Devam etsiniz. Tamam. Şunun bilan anandan keyin bu sungan vaqtida ama xalqaro Birleşken Devletler Teşkilatı eğer bu cultural genocide bu genocide kirgizsek değil assimilasiya qilish millatni qoldirib o'tish bundaq ishlarni hammasini genocide deb so'tishni to'g'ri keldi bu bekçik avarsizlik deb bundaq assimilasiya har xil ishlar dunyoda to'la deb buni cultural genocide'ni chiqarib o'tganda chiqarib o'tib shu genocide bilan qo'ygan men hozir genocide'niki aniqlamasidan deb bilsam bunun asasligi shu men o'zim o'qib turib deb beray buni hatta bu asılmaydı qonun bo'lganligi uchun bunun ta'birida har qanday bir akt harakatni shu bir millatni onun dini tufaylidan yoki kültürü tufaylidan yoki onun irqi tufaylidan butunlay yoki ularning bir qismini yo'qotib etishni niyat qilish ya'ni vayron qilib etishni destroy deb olgan vayron qilish yo'qotishni niyat qilgan bo'lsa bu genoside'ga kirdi degan. Anadolu'nun bu yerde tört türünü verken, bunda buluş için birincisi bu genocide'niki, bu şu mesela bir grupni öldürüp yok etmekçi bulamsam, bu şu niyet. Mesela Uygurlarni hazır Xitoylar öldürüp yok etmekçi bulardı bu şu grupniki bir kısmını yoki hammasini o'ldirgan faqat bo'lishi kerak. Bundan keyin ikkinchisiga article 2b'da xalqaro genocide qonuniki article 2b'da ikkinchi moddasini B degan qarsanlar. Ro'y jihatdan va jismoniy jihatdan bu guruhniki masalan yoki shu bir etnik guruh yoki bir millat deydi shularniki bir qismini yoki hammasiga ro'y jihatdan va jismoniy jihatdan ig'ir darajada zahmat bergan bo'lishi kerak. Yani artikl 3-si bu qonunning 3-si C'da shu xalqlarniki hayotiga bir xil jismoniy jihatdan bir qismini yoki butun hammasini vayron qilayotgan bo'lish kerak. Masalan bizni kamerlarga ma'lum qilib nurg'un oilalarni ayollarni qulluq amaliyotlari nurg'un oilalarni vayron qilib oilani yo'q etib bordimi? Shuni siyg'i kirdi. Undan keyin to'rtinchisida deydi bu tug'ut kontrol ya'ni tug'utni bo'g'dirib o'tish, tug'mas qilib o'tish orqali bir millatningki nupusini yo'qotib o'tish. Bu nimasi? Chunki bir nupusni yo'qotganki u millat yo'qolib ketadi degan. Yo'qotib o'tishga urinish bir qism nupusini yoki hammasini yo'qotib o'tish bularni degan. Andan keyin 5-siga bolalarini uydan ektirib, boshqa yerga olib boshqa millat qilib biyologiyalik jihatda buni biyologiyalik genocide deb qo'ydi. Ya'ni yildizni quritib o'tish. Chunki bu bolalar keyin cho'ng bo'lganda yo'qotib o'tish niyatida ekansa, masalan, Uyg'ur emas qilib cho'ng qilish, masalan, Xitoy qilib, boshqa millat qilib, butunlay uni oilasidan, kültürden hemen aslında ayırıp ekitip yo'qotib olsa bu bolalar keyin butunlay Xitoy bo'lib ketsa, nupusga qo'shamaydi, bular keyin Xitoy yashaydi. Yani Uyg'urlarning nupusini yo'qotishni bu bir genocide, buni biyologiyalik jihatdan genocide qilishadi. Endi genocide'niki shu nemisda bu siz men savol so'ramsiz, men davom qilaymi? Yo'q. Siz davomlashtiring. Tamam. Andan keyin bu masalanki Abayımız dedik, təbiriga qarash kerak deb. Nima uchun bu osonlikcha shunchalar dunyoda qirg'inchilik bo'lsa ham genocide deb atamaydi deganda, shu niyatni isbotlash nihoyatda tez. Masalanki bu masalan genocide deyish uchun cho'qim ashta bir davlatni jazolash uchun shu davlatning shunday bir siyosiy, shunday bir plani bo'lish kerak shuni isbotlaysa. Endi shaxslarni jazolash uchun shu shaxsning shunday qilgan bir niyati bo'lish kerak götürüp çıkış gerekli. Mesela Srebrenica'daki cinayet nimeni bilinçlese Bosniya'daki
Serbiyaga qarshi sud sungan bilan o vaqtida masalan butun dunyoning ko'z oldida 8000 dan ortiq 8300 dan ortiq bu deyman ashunda musulmon yoshlarni to'plab kelib butun dunyoning ko'z oldida qirg'in qilib turayotganda bular butun dunyo biladigan uch oshkor ortda pakib tursinmi buni bundaq tanlashda atishmagan bu genosidga kirmaydi chunki bu yerde bu bir bütün Müslüman şu milletini şu yerga yo'qotib etish uchun shundan niyat bilan qilgan. Uning Serbiyada degan rayonda general urush yeshidikilarni o'ldirgan. Bu yosh bolalar urush yeshidi bo'lganligi uchun urush yeshidikilarni o'ldirayotgan. Shuni bu genosid kirmaydi. Bu bir bütün milletni o'ldirish niyatida qilmagan deb niyatini qilmagan shuni bularniki sotimi 10 yilgacha so'zlab ketgan. Keyin undan keyin ama bunda qilgan bilan bu yerda ayollar va bolalarni ayollarga bosqinchilik qilib, bolalarni o'ldirib, bolalarni, ayollarni hammasini deport qilgan, ya'ni shu davlatni qo'g'lab chiqarayotgan ish bo'yicha. Unda olganda bular deydi, u kelsa erlarni o'ldirmasdan, erlarni ham o'taganlik, urush ishidagilarni o'taganlik, bu genosidga kirmaydi. Bu bir butun millatni bizni quritish niyatini isbotlamaydi desam, erlarni o'ldirayotgan ayollar qaranchisiz qoladi. Ayollar qaranchisiz qolgandan keyin bu millet yo'qaydi ular to'y qildigan odamni bo'lmaganki bu millet yo'qaydi yo'qolishi bilan o'xshash undan bo'lganki bu niyati uning ostida yo'qotish niyati bor deb oxiri bu nihoyatda bak qo'rqinchli jinoyat boshqa buni shu ICC bilan shu tribunal har ikkisi ICC va har ikkisi buni to'niganda ammo shu vaqtda buni to'nimasdan nihoyat uzun vaqt ketgan Xitoy masalan buni bu degan inson haqlarini daftarda qilish deb Rusya monstrous tragedy bu olvasti xarakterlik jinoyat, olvasti jinoyati deb atagan. Yana ba'zi davlatlar mass murder, qirg'inchilik deb atagan. Ya'ni genocide bu ismni berishni xohlamagan shu vaqtda, chunki unda bir ismni bersa genocide deb to'nliqda mushuniyat sifatligini olmaydi. Bu qonuniy jihatdan bir mas'uliyat. Onun üstüne bu ispatlangan devletler özüge yük eliş gerek de bunun pek çalışıyor. Mesela Darfur'un çok devlet siyasi, devlet plan bilen muşularını ötürüp yok koyduğumuz bir kırgınçılık oluş gerek. Bu mesela bu kırgınçılık kırmaydı o da. Bu Darfur'un şu şahsızlarını cezaldı. O devletini genocide dep atımında, genocide dep ataşıp olsa o vaxtda o devletini cezalaştırdı. O devletin onda bir planı yoktursa da şu devletin planı bağlı ispatlayamayız dep aşında diyor. Ondan keyin mesela yeminenki kelgan vaxtida mao Yahudilarniki de mesela Hitlerninki Germanlarning o qirg'inchiligini onu mesela o Hitlerninki dunyoga kengayma urush qilma degan bir plani bor. Şu planning ichida Yahudilarni yo'q etmoqchi qilmaydi, ularni qochqinimi qo'ymagan, chunki qirib tutish maqsad qilgan. Butunlay xuddi Uyg'urlar o'xshashda hozir biz pasportni bermaydi, chiqolmaymiz. Shunga o'xshash ashunda nima uchun agar bir millatni tegidan yiltizidan qiritib yo'qotish niyati bo'lmasa, nimishki Yahudilarni qochqin qilib qo'ymaydi? Hammasini o'tib deb manda deb ko'tarib chiqib, oxiri bo'yliqib dunyoda bek cho'ng nima bo'lib ketganligi uchun ularni genocide deb qilgan. Keyin Rwandani genocide deb qildi. Ammo Bosniyaniki kelganda işte tashlashib ketdi, Darfurniki qabul qildi, Myanmarniki kelganda Myanmarnikini sotniki cho'qim davlat responsible bo'lib, ayadagi nimalarni displace o'ylardan bayram bo'lib haqdaga davlat mas'uliyat o'tish kerak deb buyruq tushadi hozir. Bunday sotga sungan masalan bunda bir savol chiqdi. Kim buni kimdan sotga oldi? İkisi, üçüye sunalaydı. Birisiga persecute ICC'deki yani International Criminal Court'daki Yeni Zellandiya işxonasındaki persecutor öz şu hava kelgan har xil tashkilotlardan kelgan yerdan kelgan arizlar o'zidagi manbaga asosan shularning ishxonasi sunalaydi. Sotning o'zining persecutorning birinchisi. Ikkinchisiga hello ovozim bormi? Anlayamadım. Ovoz bor. Sunalaydı. Anadan keyin ikkinchisiga masalan Rome Statute bor, International Court Rome Statute'ga a'zo bo'lgan. Ya'ni 2002 yili 7-oyda, 7-oyning biri shu Rome Statute'ga a'zo bo'lgan davlatlarni
bu çoxum ICC court bilan bağlanış bulda aşının signature qo'ygan davlatlar anandaki nasotningki hükmünü anglab şu cezanı qabul qilib qilalaydı. Onun a'zo bo'lmagan davlatlar uni qilmaydi. Masalan, shuningga bu ikinci turda buni sotqa sunalaydiganlar çoxum şu a'zo bo'lgan davlat. Mesela bizim Şarkı Türkistan diye o Rom statüsü kol koygan bir devletimiz mi yok bu hazır başka sunuş gerek. Aşta bir devlet sunuş gerek. Onu diken Xitay mı şunun azab buluş gerek ona kabul kılış için çok kol koygan buluş gerek. Ama Xitay Rom statüsü kol koymagan. Amdi yani kol koymagan bolsa mı kim mecbur kılıp bunu sotqa sundura alaydı degende Security Council degan xavfsizlik kengashi mi bexatarlik Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bexatarlik nemisi kengashi xavfsizlik kengashi mi şular sunuş gerek. Mesela Myanmar'ninkini Amerika bilan Angliya sunduğu resolution sunuş gerek. Andi bizning işimizni mi inşallah aşta şu Security Council'daki devletler sunsa o vaqtida Xitoy masalan Rom statüsüga qo'l qo'ymagan bo'lsa-mu, Xitoyni yana bu jazoni qabul qilishga majbur qilish mumkinchiligi bor. Lekin u Rom statüsüdagi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xavfsizlik nimesidagi 5 devlet var. Şu 5 devletning ichida Xitoy bor endi. O Xitoyninki veto power var. Qarshi bilet tashlash nimasi bor. Rusning veto power bor. Endi kimlar bizni qo'llaydi? Fransiya agar unumisa hozir Angliya bilan Amerika qo'llashi mumkin, ammo agar uchi unumisa biz yana qazanamaymiz degan gap. Agar uni uchi unisa yana permanent uzun muddatlik member bo'lmagan bir muncha davlatlar bor. Shularni qitilsa, undan keyin balki bizning ishimiz balki oson tushishi mumkin o'sha genocide to'ntishda xalqaro qonunda Xitoyni shunga majbur. Endi aslida bunda desam hamda Xitoy ba'zilar deyishinglar mumkin, savol tushishi mumkin. Bu non-intervention yani article 2.4, article 2'ninki 4. maddesi. Shu bo'yicha masalan shuni ko'tarib chiqib article 2'ninki Birleşken Devletler Kanunu'nunki 2. maddesiniki 7.sini götürüp çıkıp 2. maddesiniki 4.sini götürüp çıkıp mesela 2. maddesinin 7.sini götürüp çıksa NATO Kosovo'ga aralashgan emasmi? Anda teşkilatlar Security Council'dan ruhsatsiz aralashqa bo'lmaydi deb 2. maddeninki 7.sini götürüp çıkışı mümkün. Kanunun 2.sidagi 7. maddeni non-intervention degani shu. Andan keyin kanunninki 2. maddesininki 4.sini mi götürüp çıkışı mümkün? İchki ishlarga aralashsang devletler özünki bir-biriga hücum qilmasligi kerak degan narsani ko'tarib chiqib turib oldi. Masalan, Xitoyga bu qurolli hücum qilib bizni qirib ketganini to'xtatish uchun UN Security Council'ninki bir tinchlik nimasini kirgizman desa, ashni ko'tarib chiqish mumkin. Ondan keyin qanunniki Birleşken Devletler Kanunu'nunki 51. maddesini onu mu ko'tarib chiqish mumkin? 51. maddesida bir devletninki o'zini qo'g'dash huquqi bor. Özünki zimin bütünlüğünü qo'llash huquqi bor. Boshqalar ya boshqa bir davlat yoki to'plashib boshqa davlatlar uni hujum qilsa bo'lmaydi degan. Lekin bu qonunda u yerda inson haqlari dafsanda bo'linsa-mu, genocide bo'linsa-mu, ashta hujum qilsa bo'lmaydi deb eskartmagancha. Shunga bular bu qonunni ko'tarib chiqib, bugungacha bu genocide degan atalg'uning atilishiga noyati bekchiq avorchiliklarni singdirgan shunga davlatlarniki boshqa bir davlatga hujum qilishi noyat tas bo'lgan. Ammo Kanadaga rahmat deyishga to'g'ri keldi. Kanada boshchiligida 2005-yili Responsibility to Protection Convention bor. Mas'ul oldin qo'g'dash shu genocide bo'layotgan fuqarolarni oldin qo'g'dash mas'uliyati degan bir qonun o'tirib chiqdi Kanadaning boshchiligida. Bu qonun agar ABQ degan davlatlar qarshilik qilib ko'tarib chiqadigan xalqaro qonunninki 51. maddesini 2'de 4'ni bularni urib yetalaydigan qonunda nimishga desa buningda dedi. Agar u davlatda genocide bo'layotgan bo'lsa, inson haqlari ig'ir darajada genocide shunda bir dafsandichilikka uchrayotgan bo'lsa, oldi bilan tinchlik va yoki agar ehtiyoj bo'lsa qurolli aralashishga bo'ldi degan. Ammo bir yeri Security Council'ning ruxsati bilan aralashishga bo'ldi deb yozib qo'yganda bu qonunda. Ammo bu qonun chiqqandan keyin hozir aralashishga bo'ldi. Ammo shu 5 davlatniki nimasidan o'tsa, shular qo'shilamiz desa, undan keyin aralashishga bo'ldi deb bundan nim qilganda. Shuning hamda yana shu beribli, yana shu Security Council'ga taqishdi. Shuni bu cho'qim shu 5 davlatning qaroridan o'tish kerak deb yozib qo'yishdagi sababmi Kosovoda NATO'ninki bu 5 davlatning qarorini olmasdan aralashganligi sababidan yozib olingan. Endi
Hazır hem de bu 5 yana berip şu 5 devlet takışıdı. Çünkü bu kanunninki mesela aldın qoğdaş responsibility to protect or P2R mı? Şununki R2P. Şununki nimesi qarasaq mesela paragraf isimli qilish 138 ve 139 bu değil mi? Şulağı qarasa aşının deyini xizli. Çok maç Security Council'ninki yani 5 devletning nimesi bilan aralış gerek. Aşı qıtılmay turib şu 5 devlet aralış bulmaydı deb. Şuna yazılgan. Şunungu bu 5 devlet yani unumay qalsa, yani o iş amalga oshmaydi degan gap. Yani çögülep kelip şu devletlarninki bu yerdagi kuchi xalqaradagi ko'rsatgan diplomatiyalik munosabat yani bularmi bu yerda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Shuningga bu genocide degan bir atalg'uni ishlatishning anandan keyin bu atalg'uni atashning sotqa berishning bundaqligi to'nilishining bundaq ig'ir va tas bo'lib ketishidagi sabablar mushular. Endi men yana buniki eng oxirida bu nima uchun bizniki mushu genocide deb atagandan keyin bu xil masalan shu genocideniki yani bunda bir qirg'inchilikniki bir xalqqa qanday bir ta'sir ko'rsatdi, qanday bir ta'sir bo'lib ketdi. Uni Ruqiya xonim, bu savolingizni keyingi qatim javob bersiz bo'ladimi? Tamam, endi xilqi siz hammani so'zlaringiz Yo'q, ben davomlashtirib so'zlayman. Rahmat. Tamam. Ruqiya xonim hozir qilchiqmay tafsili aniqlam berdi va misollardan ko'ksib javob berdi. Erkin Ekrem efendi undaqda Xitoy nima uchun Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik ilib bordi? Sababi zodi nima sizcha? Bunun nurgun sebepleri var. Biz şu Ungwan'dan Ürümçi'ye bo'lgan jarayondagi voqea ve onunla birlikte meydana kelgan katliam meselesi var. Bir yerde Uygurlar Xitoyninki boshqurish meselesi ve kanun meselesiga qarshi namoyish qilgan. Ama Xitoy Uygurlarga qarshi bir etnik mesele var. Misalga Xitoylar Ürümçi'de koçularda besip kelgan chaqda Uygur bo'lsalar urayotgan gap. Shuningga bazı Uygurlar men Uygur emas, men Qozaq yoki boshqa millatlar tutilganlarmi bor. Demek ki bir yerde bir milletga qarshi bir mesele var. Onundan keyin şu Uygurlar Türkiye'ye kessin, yo'qolsin degan gaplarma bor. Bu mu etnik mesele? Onundan keyin belki hemimiz ko'rganimiz Xitoy bazı Uygurlarni tutilib, şu beli bilan, şu xish bilan beldan Xitoyning zihniyatida hamda alı turuşununki şu börek kirleniyor. Şunu börekini elan kırsak balı tutamaydı nüfusun kirlenir. Belini vurup kan videolarını görüyor. Yani onda da gelgenlerde o Ürümçi'deki bu kırgınçılık aslında bir millete karıtlanıyor. Onun zihniyetinde birisi şu tarihten beri Xitoy'da kelgan düşünce var. Benden bo'lgan mening bilan o'xshash yurakda emas, yuragi farqli deb ko'rsatdim. Bu aslında milattan evvelki 6. asırlardan paydo bo'lgan bir düşünce. İkincisi bu Sharq Turkistonninki baylığı. Bu baylıklarını qo'lga tushirish uchun bu baylık toprakta yaşayan milletnima yo'qdir. Onunki bir yerdeki mutluluğunu qo'g'dash uchun bir yerdeki xalqini yo'qdir. Yani bir jeopolitik chetdan deydigan bo'lsak, bu Sharq Turkistonninki xalqininki asosan ikki kimlik var. Birisi Müslüman kimlik, birisi Türk kimliği. Her iki kimlik, iki dünya bilan bir bağlantısı var. Hatta Sharq Turkiston'daki Qozaq, Qirg'iz, O'zbek, Tojiklar bu Sharq Turkistonning qo'shni devletlarda devlet kurgan millet var. Shuningga bu bir millet bir chegarani ikki tarafda qolgan chaqda bir yerde bir etnik ve dini dokunuşluk meydana keldi. Muşlarni yo'q tutish uchun mushu toprakda zeminde yaşayan xalqni yo'q tutish degan bir niyetining borligi bo'libmi, mana bu Yeni İpek Yolu stratejisi o'ttirib chiqqandan beri bu texima evcilleşip bir nima kuchlanib mushu zemindeki insanlarga bir ırkî Qirg'inchilik, kemsitish, ırkî kemsitish bilan ırkî tozalash ve ırkî qirg'inchilik degandek mushunda siyosetlarni ilib berayotganligini ve şu vaqtda bazı amaldorlarning gapida bo'lgandek bu Uyg'urlarni
Aşı itizdeki otunu yoqtuş için dar bergendek, dar çaşkandek bu Uygurlarını aşı dar bile öldürüş lazımdı. Bularını hem de jığıp kelgen çağda Xitay'nınki bir başka milletine yoqtuş deydiğen bir düşünce var. Bu düşüncenin yanı bir sebebi Xitay Halk Cumhuriyeti mesela Sun Jung-chan'ınki kurgunu bolsun yoki Mao Komünist Parti'nin kurgunu bolsun. Bular şu milli devletine, ulus devletine meydana ekilmende ve ulus devletininki kültürel kökçilik diyen bir düşünceye yaxşı tabir vermek, ulus devlet digenin aşı bizden başka hem milletine yoktuş ya ki hem milletini Xitaylaştırış yani okşaşlaştırış ya da homojenleştiriş degandek bir göz qaraşma var. Jığıp kelgen çağda Ürümçideki bu katliamınki bir tarafı yani Xitay tarafına deydigan bolsak bir ırkı kırgınçılık dep düşündürsek buldu sebep aşı. Hem de bu tarihten biri kelgen bir zihniyetnime biraz dep ötep gideydi biraz Nimkıantım. Mesela 600 milattan evvel 661 yılındaki bir menbede deydi. O Xitay'dan başka millet yani Zhongdi diyor. Zhongdiler hemisi şu böre ve nime çakal deydi. Bular bile yakınlık kıgılı bulmaydı ama Xitaylar birbirisi bile yakın, bular bile yakınlaşış lazım deydi. Yani Xitay'nınki şimal taraftaki yani bizninki atababamızga karta muşunda bir kemsitişini milattan evvel 7. asırlarda buna kögülü bulurdu. Hem de bu mandak düşüncemi var. Mesela milattan evvel 639'daki bir menbededeydi. Xitay ne yani Cungo ne hiçbir zaman muşu barbarlığa beğenmezlik lazımdaydı. Ve bu yani 635'teki bir menbeye karsak Xitayga mavu adalet bile mavu moralist bir siyasetine eğilip bir iş lazım. Ama bu barbarlığa ceza köstüş lazım, ceza bir iş lazım da. Bu haklarga yani bu barbarlar işenigil bulmaydı ama Xitayga işiniş lazımdaydı. Muşunun okşaş gepler bile birlikte yani milattan evvel 587'deki bir menbede deydi benim milletimden bulmaganlar ya ki benim ırkından bulmaganlarның jürigi farklı deydi. Bununki manası şu yani okşaş Xitay bulmaganlar bu yerde bizi bile birlikte yaşamaydı ve yokuluş lazım diyen mana çıkırdı. Bunu kinki Xitay'nınki sülale tarihlerge qaraydigan bolsak, misalga Hunlarga işletkenini kördük. Ondan keyin Köktürklerge, Uygurlarga bu geplerni işletkenini kördük. Ondan keyin bu Ming sülalesida bununla okşaydigan geplerni var. Ben birazdan kilmen. Yani bu cihanda deydi. Bu barbarlar chetde kalıdı, Xitay merkezde kalıdı. Xitay'ni şu barbarlar yok nime kollaydı. Bularını nime xavfsizlik cetten bularını koldaydı deydi. Hatta deydi bu barbarlarda hükümdar buluşunun hiç ruhsat vermesliğine deydi. Yani bular bir devlet bulmusun deydi. Bir küçük bulmusun deydi. Ama bir küçük ilgi bulup eğer de Xitay'ını başkurmen deydiğen bolsa Xitay şu ölüvağıca karşı çıkış lazım deydi. Bu gep ne? Konza diyen gep emdi. Konza milattan evvel 551 ve milattan evvel 279 yıllar arasında yaşayan. Konz'nın ki bu ideyası ebeki ben diyen nurgun şu Chunchu ile münasebetli kitapta nurgun yerlerde bu gepler var. Bu Chunchu diyen kitap nima şu Konz'ı redlep ve tehirligen. Konz'ı bu ideyani şu bütün konu bu kitaplara, felsefe kitaplara sındırıp etken. Şununla bu Xitay'nınki menbesi eşedin kildi. Misalga deyli, 1911'de bu Sun Jung-chan'ın kaçak hükümeti şu kalan milletler Xitay'nınki devletini kurmaz dep kopkan bular
1905 yılda bular teşkilat kurgan çağdaki nizamnamesinde manda bir şuar var. Yani bu barbarlarını, aslında Mançurlarını demekçi, bu barbarlarını koğluyutaylı Xitayning, Cunhua'nın devletini kuraylı diyen. Bunu hemimiz bilimiz bunu. Ama bu menbenin ki 1367'de Zhuyanzhang'ın ki Yuan sülalesi, Kubilay'ın kurgan Yuan sülalesi karşı işletkenliği bu neydi manidar hemdi. Bu Zhuyanzhang'ın şu Yuan sülalesi karşı bir uruş diyen bir nimisinde, bir beyanında bu mu deydi? Şu Mongollarını koğlap çıkıraylı, Xitay'ın ki devletini kuraylı. 500 yıldan keyin Songzhongshan mı şu gapni kötürep çıkmadı. Ama 1911'den keyin bulupma 1912 2. ayda Mançur İmperiyası özünün hakimiyetini Yuan Shikai'ye ötküzüp Yuan Shikai 5 milletten teşkil tapan bir cumhuriyet kursun dep bir fermanını bergenden keyin Xitayda bir Cunhua ulusu, Cunhua milleti diyen bir nerse çıktı. Ve bu başta Xitay esasen Cunhua milleti diyen gap, Cunhua ulusu diyen gap, esasen Xitay diyen gap. Keyinki 1915'ten keyin Mançur İmperiyası'nın ki rayonları, misalga Xitay 18 ülkeden teşkil tapıdı. Onundan ki Mançurya, Moğolistan, erişki Moğolistan, Şark Türkistan, Tibet, bu 5 rayondan teşkil tapkan bir imperiya. Xitayning devleti bo'lgan bo'lsa, avvalgi degan Manchuriya, Moğolistan, Şark Türkistan ve Tibet bu Xitayninki bo'lmaslik lazım. Ama 2015'ten keyin bular chiqargan qonunlarda avvalgi zemine yazdırıp algandek, az zeminde yaşayan halkını mı yazdırıp algan ve şundakla bir imperiya devletini bir ulus, bir milli devletke aylandırış cereyanda aslında bir ulus devletinin ki şartığı toşmaydıgan bir ulus devlet kurdu bular. Bu yerde mi yanım şu Xitayning ki başka milletlerge karşı bir kemsitiş, ayrımcılık ve küçük bolsa ularını yoktuş diyen bir zihniyet var. Şununla bu Songzhongshan'ın ki vaxtlardaki bazı şu tədqiqatçılarının ki yazgan makallarına qarab, hazır xalqaradaki mütəxəssislər bununla bir ırqi nationalizm deydi. Yani rasyal nationalizm de isim koydu. Yani ırqi bir milletçilik bir yerde. Yani G'arbliklar mı bunu yaxşı bildiğini müşahedemi körü ağlı buludum. Bugün Xitay hakimiyeti yeni Konuz'un ideyasına çıktı. Konuz'un ki enstitüsünün emniyeti içivadı. Demek ki Xitay tehi bu ırkçılık düşüncesinden, ideyasından tehi kutulmağanlığını körüvatınız. Hem de bu nimige kelgen çağda, misalga Songzhongshan'ın ki vaxtıda deydi, qağan milletlerine deydi. Hemisini Xitayga asimile kılış lazım deydi. Tonghua deydi. Ve ahirde bir millet alığı kiliş lazım deydi. Songzhongshan'dan keyin Chiang Kai-shek keldi. Chiang Kai-shek onundan mı öte deydi. Deydi bu Xitay bir millet ama qağanlar hemisi bir etnik deydi. Hem etnik aşı Xitay milletinden peyda bolgan deydi. Şununla yana Xitay milletke beqinib Xitay milletiga sınıp Xitay milletiga asimile buluş kerek deb buna meyli 43. yılda yazgan kitabı da bolsun, meyli 44. yıldaki G'arb Şimal rayonlardaki bu cemiyet erbabılığı diyen gibi olsun ve 45. yıldaki birinci ayın birinci günü diyen gapları olsun. Bu gaplerde hemisinde şu ırkçılık zihniyeti uçuk aşkarla körünüvadı dendi. Hem de Xitayning ki şu zihniyeti şu ötmüştü tarihten kelgen ve siyasi medeniyetiga sınıp ketken bir ahval var. Hazır Xitay onundan tığı kutluğunu yok. Ertesi gün dünya bunu yaxşı düşengen vaxtıda Xitayning ki bu xil ırkçılık, milletçilik yani ırkçılık bir ulusçılıkını ahiri yaxşı tonup ahiri Xitayga bisimni muşu noktadan başlaşının ki ihtimalıma yükselevadıdır.
Ötkenki haftada köydük Xalqaro parlamenterler ittifakı yani Xitayga karşı bu ittifakın ki ilan kılgan bir rapor üstüde bir beyannamama ilan kıldı. Yani Xitay Şarkı Türkistan'da ırkçılıkını ilip yürüyordu ve şundakla bir yerde ırkı katliamı var. Bununla karşı hem Xalqaradaki devletler hem de Birleşken Devletler'e arz kıtırıp buna hal kılış lazım diyen bir teklifini sundu. Bu teklif sunulduğundan ki hem de Rukiye Hanım'ın diyendek nezriyevi bir şekilde bazı kıyınçılıklar var dedi ama hazırki vaziyetine karasak muşu hazırki ben diyen Xalqaradan Xitay'ın ki muşu ırkı kırgıncılıkla karşı bir siyasi hareket var. Bu siyasi hareket ne hem de Uygurlar kandak faydalanıp kandak aşı netice iliş meselesi kaldı yani. Hoş. Size köp rahmet. Nicat Roda efendim sizge bir sual sorsak. Bu 5. yıl Ürümçi kırgınçılıqdan keyin xalqaro bu Şarkı Türkistan'daki medeniyet ve irqi kırgınçılıkla kandak bir inkaslarını bildirdi. Biraz burun Doktor Erkin Ekrem efendim biraz tılgı olup öttü ama siz texmi bir davamlaştırsanız müştimini. Rahmet, tarixda men Şarkı Türkistan meselesi özünki baylıqı, geopolitik halatdagi muhimlik sebebinden dünyadaki en çok güçlerinki bir kuch talashgan bir nuqtasi bo'lib keliglik. Hamda Xitoy oxirgi qatam besib olganda 1949 besib olgandan keyin Şarkı Türkistan meselesini yepib keliglikda o'ziniki ichki meselesi. Hamda Amerikaninki 2001-yili 11 september voqeasi sebebinden dunyoga oshgan terrorizmga qarshi xalqarodagi oshgan urush sebebinden bu George Bush bilan Jiang Zemin'in ko'rishmasida bu yerda Uyg'ur meselesini ko'tarib chiqdi. Bu yerda Xitoylar bu Amerikaniki degan terrorizmga qarshi urush nimasini bu foydalanib butun Uyg'urlar terrorizm qalpig'ini kiydirishga tirishadi. Amerika bo'lsa Uyg'urlar uningga nimasi terror nimasi kirmaydi deb aniqlab berishga tirishadi. Bunun bilan Şarkı Türkistan meselesi Uyg'ur meselesi bir xalqaralashganning qadamini boshlagan bir nima bo'ldi-mush yaqinqi nimada. Şunun bilan birlikte Guantanamo'ga akitilgan Uyg'urlar, uningdan boshqa nurg'un voqealiklar taraqqiy qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurildi. Rabiya Qadir xonimning chiqishi. Bu sababdan qadam-qadam xalqaro matbuotlarda, davlatlarning tashqi ishlar ministrligining dokladlarida Uyg'ur meselesi qadam-qadam yeyilishga boshladi. Ama yayılgan noktalarda bu yerda siyasi, diniy zulüm, ana til meseleleri, anaki nüfusning cheklamasininki nüfuslarniki yetkilishi shikirga, anaki terrorizmga bağlagan holatda Şarkı Türkistan'daki bo'layotgan zulmni bir inson axlari meselesi degan nuqtadan ko'rishga tirishib, bu yerdan bir aniqlama berishga tirishib keldi. Shuni 2009'ga kelgan chaqda bu Ürümchida bir namoyish bo'ldi. Bundan keyin bu xalqaro matbuotlarga nihoyat cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Bütün nurg'unlagan davlatlar bunun qarta o'zining ifodasini bildirdi, matbuotlarda keng o'rin oldi. Shuningdan bilan birlikda bu voqeaning nimasiga ergishib bizning vatanda qattiq siyosatni yurishga boshladi. 2009-2010'larda bastırış ve tutuş toptum ko'plab Uyg'urlarni. Şundan birlikte G'arbdagi akademik sohalarda mu, tadqiqot markazlarida mu ve G'arb matbuotlarida mu Uyg'urlar meselesini texmi ko'p tadqiqot qilishga, tekshirishga, yo'ritib berishga boshladi. Buning natijasida texmi taraqqiy qilishga boshladi. Ondan keyin 2010'dan 2016'gacha bo'lgan narsada Zhang Chunshan'niki Şarkı Türkistan bağlanırken bir yerdeki özgürlüş neticesinde siyasette biraz yumuştuş ve davamlaş. Bir taraftan karşısak yumuştuş nimesi, bir taraftan karşısak yani davamlaşkan zulüm siyaseti var. Şununla paralel olarak dünyada Arap Baharı açıldı, Suriye'deki içki uruşlar nem oldu. Xitay şununla bir yanda Uygurlarını bir nemini yürgüzdeydik. Hoşbislik bir siyasetini yani nemige bu O'rta Sharqqa yetkilish degandek. Shuningla 10 mingdan ortiq Uyg'urlar Sharqiy Janubiy Osiyoga, Turkiyaga va boshqa zaman O'rta Sharqqa berib beradigan imkondan keyin Xitoy umumyuzlik bu Uyg'urlarga texmi cho'ng
bu terrorizm degan Uyg'urlarning hammasi terrorchi deydigan shunday bir qalpoqni kiydirishga boshladi. Ammo g'arb matbuotlari va erkin mustaqil tadqiqotchilar va inson huquqlari tashkilotlari bo'lsin, Uyg'urlarni uningga tiqmaslikqa amal va Xitoyninki bu qo'shbislik xalqaro terrorizm degan bu ramkasining ichiga kirgizmay, aksincha bu zulm sababidan bu yerdagi Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar ko'chib chiqyotdi deydigan bunda bir nuqtalar bilan ta'bir berishga va maqolalarni yozishga nim qildi. Hatto nurg'unlagan davlatlarning tashqi ishlar ministrligining bergan yillik dokladlaridami shu nuqtalarni eskartib yozdi. Endi 2016-yili Chongchenggu'ningki Sharq Turkistonga yetkazib kelinishi bilan u yerda dastlabda Uyg'urlarningki pasportlarini yig'ishga boshladi. Andan keyin maxfiy ba'zi nimalarni asta-asta tutishga boshladi. Lagerlarningki ichilish nimasi rasmiy umumyuzlik solishi 2017-dagi Misrdagi Uyg'urlarningki Uyg'ur o'quvchilarni qaytarib kelish masalalari va umumyuzlik Sharq Turkistonliklarningki jazo lagerlarida tutilishi bu xalqaro matbuotlarda nihoyat kengri o'rin olishga boshladi. Masalan, burungi davrlarda haftada ya oyda bir qatim bizning masalalarimiz yoritilgan bo'lsa, bu vaqtlarga 2016dan boshlab, oxiridan boshlab kuniga 10 necha, 20 necha butun dunyodagi har xil tillarda cho'ng matbuotlarda o'rin olishga boshladi. O'xshamagan nuqtalardan Sharq Turkiston masalalari va yoki Xitoyning zulmlari, siyosatlari o'xshamagan nuqtalardan analiz qilinishga va maqolalar, dokladlar yozishga boshladi. Buningda bo'libmi Amerika boshchiligidagi bo'libmi Amerikaningki pozitsiyasi bu yerda nihoyat aniq va kuchli bo'ldi. Xitoyga Amerikaning har qaysi davlat organlari, masalan, Diniy ishlar komissiyasi olsun, tashqi ishlar ministrligi olsun, Xitoyning qilgan siyosatdan izchil ayblab keldi. Bu hisobda Turkiston masalasi Xitoyning bu yerdagi siyosatlari Amerika Xitoy o'tirisidagi bir munosabatning o'tirisiga kirdi asosan. Andan keyin shuning parallelida Yevropa ittifoqimi bu narsaga nihoyat jiddiy qaradi. Gerçi Amerikadagi unda kuchlik ayblanmagan, nim qilinmagan bo'lsa-mu, ikki qatim endi tadbirni qarornoma e'lon qilib, masalan 2019-11-oyning 12-oyning oxirida nihoyat cho'ng shaklda bir qarornoma e'lon qilib Xitoyga 28 davlatninki qaysi shaklda bir nima bildirishni qarornoma qilib shaklda chiqardi. Masalan, andan keyin xalqarodagi nurg'un mustaqil tashkilotlar, kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, inson huquq tashkilotlari bo'lsin, universitetlardagi xitoyshunoslar va turkologlar, siyosat fakultetlarining nimalari bo'lsin, Sharq Turkiston masalalarida nurg'unlagan maqolalar, tadqiqotlar olib berishga boshladi. Bu Xitoyningki bu siyosatlarini bo'lib irqiy qirg'inchilikqa olib borgan ba'zi nuqtalarni analiz qila boshladi. Hatto shuning bilan birga nurg'unlagan dunyoning oldidagi aqllar omborlaridami Sharq Turkistonniki bo'layotgan bu zulmni, Xitoyning yurgizayotgan bu siyosatlarni nihoyat keng ko'lamlik munozaralarni olib berishga, maqolalarni yozishga bu jihatlardami o'rin oldi. Demak, 2016dan keyin Sharq Turkiston masalasi butun dunyo nimasidagi siyosiy sahnasidagi eng muhim kun tartibga kelgan bir masala bo'lib qoldi. Hatto BDT'da bo'lsa dunyo nimasi ikkiga ayrildi masalan. G'arbni, Amerikani asos qilgan g'arbdagi davlatlar bir yoqqa, demokratik davlatlar va shuning bilan birga demokratik bo'lmagan va Xitoyningki nimasini qo'llagan bir davlatlar bir yoqqa o'tishga boshladi turdi. Demak, Sharq Turkistondagi bu yergi bu zulmning nimasidan dünya ikkiga ayrildi deb nim qilsak bo'ladi. Andan keyin yaqinda mesela Amerikada qonun chiqdi, ya'ni bir necha nimalar qonunlar chiqish oldida turyapti. Andan keyin mesela yaqinqi 5-oyning 20-siga Amerikaningki e'lon qilgan yangi Xitoy strategiyasida mesela Sharq Turkistondagi bu Xitoyning olib berayotgan zulmigimi ikki xil shaklda bir ta'bir bergan nimasi bor masalan. Birsi bu Sharq Turkistonda bo'layotgan Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan bu zulm siyosati Amerikaningki qimmat qarashlariga tahdid bo'layotdi. Shuning bilan birlikda bu va xalqaroniki tinchlikqa va xavfsizlikka tahdid bo'layotdi deb bu shaklda tadbir berib keldi. Masalan, akademik dunyosiga qarasaqmi bir to'liqlam berib o'tibdi. 2016-yildan keyin toki 2020-yilgacha bo'lgan shu 3,5 yil ichida
11 parça nayt çoğun kölemlik oxşamagan şekildeki akademik kitaplar yazılıp çıkıldı mesela. Bu Şərq Türkistan meselesini tarihi, siyasi, ictimai noktalardan, mikro noktalardan ve makro noktalardan analiz kılgan bir kitaplar çıktı. Kitapların neşreden çıktı. Demek Şərq Türkistan meselesi bu yerdeki buluvatkan zulüm 2009'dan bugünkü kadar gelsek naiti çoğun orun aldı ve devletlerinki tashqi siyosadagi muhim bir nuqtaga keldi deb tushunsak bo'ladi. Sizga ko'p rahmat. Undaqda Ruqiya xonim sizga bir temani yuritib berishingizni so'raymiz. Bu Xitoyning ilib yuratgan irqiy qirg'inchilikniki Sharqiy Turkistonliklarga qanday bir ta'sir bo'ldi? Mush to'g'risida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Xitoyninki Sharqiy Turkistonliklarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliginiki bu Sharqiy Turkiston xalqiga ruhiy jihatdan va jismoniy jihatdan qanday bir zararlarni, zahmatni olib keldiganligini so'zlashdan burun irqiy qirg'inchilik, chunki hozir biz kirib to'liq statistika olamaymiz, hammasini survey qilib, tekshirib, ruhiy jihatdan qanday ziyon uchirdi, jismoniy jihatdan kimlar yo'qoldi, nima bo'ldi, buni to'liq ma'lumotimiz bo'lmaganligi uchun boshqa dunyodagi irqiy qirg'inchilikka uchragan millatlarning qanday zahmatga uchraganligini selishtirsak, chunki hammasi asosan o'xshash zahmatga uchraydi. Buning ta'siri birisi shu millat bu yerda shu genocide qanuniningki article 2ning beg'imi yizig'liq ruhiy jihatdan va jismoniy jihatdan ig'ir vayronchilikqa uchirdi. Bu qirg'inchilik qilguvchilar, qirg'inchilikqa uchirguvchi millat yoki irqni shu diniy, tili, millatining o'xshamasligi, irqining o'xshamasligi tufaylidan shunday bir ig'ir qirg'inchilikqa uchirdi. Uchratgandan keyin bu faqatliq jismoniy jihatdagi nima uchirgan zahmat. Masalan, bugun bir video ko'rdik, turpanliq bir bola tarbiyalashga kiribdi ekan. Bilmadim, balki qarg'u ko'z ko'maydigan bo'lsa-mi tarbiyalashga oldimi? Yoki u yerda ko'z ko'maydigan bo'lsa, nimishga uni tarbiyalashga oladi? Xat o'qiyapmisan. Yoki ashardan chiqib ashta bo'ldimi ko'z uchun? Masalan, ko'z ko'maydigan bo'lib qopti, chechining hamma yeri oqirib ketibdi, 35 yoshga kirganda emas, butun oilasi vayron bo'libdi, boshqa videolarim bor ekan, ayoli bilan, bolalar bilan ajrashib ketdi, ko'chada tilamchi bo'lib qopti. Aka hadillari hammasi ashta tarbiyalashga kirib chiqqan ekan. Bu birla oila emas, bunda zahmatga uchragan nurg'un oilalar bor Sharq Turkistonda. Biz hozir shu agar genocide deb e'tirof qildira olsak, kort agar sud berib tekshiraysan deb Xitoyni majbur qilib ichiga kira olsa, tekshirib chiqsa, bu qanchalik ziyon zahmatga uchrag'ini o'ttirg'i chiqadi. Masalan, Bosniyadagi qirg'inchilikdimi nurg'un ayollar bosqinchilikka uchraganlikdan bu ayollarga bo'lgan zahmat nihoyatda ig'ir bo'lgan, ruhiy jihatdagi va jismoniy jihatdagi. Endi bu yerda jismoniy jihatdagini qo'yib turaylik, bu oilalarning, bu millatning vayron bo'lishi, jismoniy jihatdan vayron bo'lgandan keyin bu iqtisod tugishidi degan gap. Bolasini yaxshi tarbiyalanmaydi degan gap. Undan keyin bu jismoniy jihatdagi og'riq, undaqiligi salomatlik yaxshi emas odamlarningki tutadigan oiladagi bolaga beradigan tarbiyasi hamma nimasi yo'qoladi degan gap. Unda bo'lgandan keyin bu shu xarakter hamma narsa singib bolaligi. Masalan, ruhiy jihatdagi kayfiyat, ruhiy jihatdagi ko'rsatadigan ta'sirmi bolaga singib, bola masalanki biz qirg'inchilikdan qutulib bir sog'lom, masalan, Sharq Turkiston mustaqil bo'lgan bir davlatda tug'ilsa-mu, agar ota-onasi shu qirg'inchilikning zahmatiga, ziyniga uchirgan bo'lsa, bolaga bu ko'chidi ota-onaning qo'yidinchi. Chunki bu psixologiyalik bolaninki qiliq qadnisi butunlayli qandillan bo'lmaydi. Buni o'rganish orqali ham bo'lgandan keyin bu ko'chib ketadi-ku. Shuningga bu nurg'un masalan Kanadadagi qizil tanliklarga bo'lgan ta'sirmi generational bo'lgan. 100 yilning oldidagi shu qirg'inchilikqa, shu irqiy qirg'inchilikqa uchragan qizil tanliklarga bo'lgan ta'sir hozirgacha davom qilyapti. Masalan, shunda zo'ravon, violent-chi, ochiq keldigan, oson haqda so'qishadigan, undan keyin ichimlik chekimlikka o'zining ro'yini tinchlantirish uchun ichimlik chekimlikka berildigan mushundaq shu qizil tanliklarning ichida bak ig'ir bu generational bo'ldi. Masalan, bu qirg'inchilik to'xtagan taqdirda bu avloddan avlodga ko'chidi bu ruhiy va jismoniy jihatdagi nima uchun zahmat. Bu birisi. Ikkinchisi identity crisis. Ya'ni bu kimlik krizisiga uchraydigan ish bor. Bu qandoq deganda masalan Rivandani misol olsak, Rivandada nurg'un buvaqlar bosqinchilik qilinganligi uchun tug'ilgan. Bu bosqinchilikka uchrab tug'ilgan buvaqlar
hammasi bular jamiyatda intayin ig'ir kunda qolganda. Gerçi bular dadasini bilmasimi, anası beqib cho'ng qilsimi, anası nihoyatda nafrat bilan cho'ng qilgan. Shuning bu bolalar hech qanday so'yguga erishamagan. Jamiyatga chiqqandimi, jamiyatdami buni sen qotil, qirg'inchilik qilguvchisan deb bolalardan olganda haq uchun, chunki shuning avlodi deb. Shunda bo'lganligi uchun bu bolalarningki psixologiyasi buzilib, bu nihoyatda bir cho'ng ijtimoiy problem bo'lgan, masala bo'lgan keyin Rivandada. Identity, kimlik krizisiga uchraganda. Masalan, hozir bizningki Sharqiy Turkistonda bu Xitoy bilan to'y qilg'izyapti. Xitoy bilan to'y qilg'izgandan keyin majburiy to'ydan keyin nurg'un kishilar, bolalar tug'iladi. Bu bolalar o'zini Xitoy demdi, Uyg'ur demdi. Bu bolalarning kimligi keyin nim bo'ldi. Bular kimlik krizisiga uchrab o'zining kimligini, hech nimasini bilmagandan keyin jamiyatda yashash ma'nosini yo'qotdi. Bular hayotga bo'lgan ma'nosini yo'qotdi. Nima bo'lib chiqdi, bir jamiyatga bir nima ig'ir bir ziyon bo'ldi, endi bularning nihoyatda tas bo'ldi kun. Masalan, men Beijingda o'qiyotgan vaqtimda bir qiz bilan uchrashgan. Chiroyi shunda Uyg'urga o'xshayotganda, burni degan shunda qirdak bor. Ammo u Xitoy deydi o'zini. "Voy sen qanday Xitoy bo'lsa, Xanzo emassan" deb-chi, men Xanzo deganki, menga Uyg'urchaga faqat o'qimaydi. "Voy qanday Xitoy bo'lsa, faqat o'qishmaysan-ki" deb biz hayron qolsak, u deydi, "Mening mushtaq dadam Xitoy, opam Uyg'ur. İşte Beijing cho'ng bo'lgan, lekin men o'zimni ondan nimishki o'zing Xitoy desa, Xitoy desan Xitoylar ishonamda, sen shu Xitoylar sen Xitoyga o'xshamaysan-ki deydi. Uyg'urlar sen cho'shqaysan-ki, sen Xitoyda gap qilsan-ki, Uyg'urcha bilmaysan-ki deydi. Men o'zimning nega mansubligimni, nega tavalligimni bilamayapman, necha qitim o'lib olay degandim deb shu qiz menga o'lib olishni o'ylaganligini degandi shu vaqtda. Men necha qitim o'lib olishni yetib kelgandim. Endi bu bolalarningki hayoti keyin nihoyatda tas bo'lishi mumkin. Kanadada Métis deb bir millat bor. Bu Métismi fransuz savdogarlar bu Qizildaryo vodiysiga, Fyur degan mana jumluq palto sotadigan teri bor. Shu savdoni qilg'ini kelgan vaqtida shu yerlik qizil tanlik demay, yerlik aboriginal indigenous kishilar bilan, ayollar bilan to'y qilib tug'ilgan. Hozirgacha bu 100 yilning oldidagi bular hozirgacha Kanadada bir masala asir. Kanada hukumati bularga Métis karta berayli deydi. Chunki Métis karta basi nurg'un huquqlardan bahramand bo'lish nimasi bor bularning uchun. Huquq va nimalar bor. Endi bu Métislarga kart berayli desa, buni tepib chiqishmi, kimning Métis, kimning emasligini deyishmi bir gapganda. Chunki ba'zilarininki shu masalan aniqlam apsi, dadasi fransuz, apsi shu yerlik millat, unda bo'lgandan keyin yerlik guruh o'zini Métis deb belgini bo'ldi ekan. Ba'zilari men mush Qizildaryo vodiyasida yashaganki, men mushadagi millatga mush Métisga mansub, men olmaydi kartni deydigan. Ba'zilari deydigan, o meniki, o opam, dadam, buvularim shunday ekan, keyin men oqtanlik bo'lib ketgan, men bu Métis kartini keyin men aboriginalchi indian bo'lib ketgan, men indian bo'lman deydi. Shuningki bularni ayirishmi taskib, hozir bu Métislar deydi, bizning kimligimizni Kanada belgilab bermisin. Biz Métis bo'lamdiq yoki yerlik millatmi, indigenous, indianninki bir qabilasiga mansub bo'lamdiq, nim bo'lishimizni, shu o'zimizning tarixiy taraqqiyoti bizni, ya'ni shape qilib döndürüp nemi çıksak şu bulaylı. Bizni sen Métis emas deb armaqlar. Buladımı bir iğir derecedeki kimlik krizisi bazı. Muşunda qılıp bunun mesela irqiy qirg'inchilikniki kelib chiqadigan ta'sirlari birisiga muşunda kimlik krizisi kelib chiqishi aniqlam bu. İkincisiga uningki ruhiy jihatdan, psixologiya jihatdan va jismoniy jihatdan iğir zararga uchraganlikdan bu avloddan avlodga davomlashadi. Chunki irqiy qirg'inchilikda psixologiya jihatdan deganim bir millat o'zining g'ururini yo'qotadi. Kimligini yo'qotadi. Iğir darajada Xitoy bizning g'ururimizni yo'qotish uchun quvvatlanadi. Unda bo'lgankin bu g'ururini yo'qotgan vaqtida tarbiyalagan bu bolami shuning o'xshash tarbiyalangankin bu bir shaxslarning emas bir bütün milletning milliy xarakteriga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni bir bütün milletning milliy xarakteri beqindichilikni yaxshi ko'rdi. Qulluq ideyasi kuchli, undan keyin o'zidan kuchlikdan baq qo'rqadigan, mushta har xil noiti nachar xarakterlarni bütün milletga singdirib o'tdi. Shuning buning oqibati baq qo'rqinchli bo'ldi. Siz ko'p rahmat. Xuddi bu irqiy qirg'inchilikni bu qatnash voqeasi yo'l qo'yib es tutush qobiliyati yo'qotib qo'ygan bir inson o'xshasak bo'ldimdi. Chunki bu inson ma'alaydi, ama lekin bütün xatir ço'qitib qo'yilgan. Ya'ni bundaq tirik murda desak bu Uyg'urcha mengayotgan jasad. Şu anda bu bir yig'iz gap qilsam bo'lamdi-ya.
Oldu bu. Irqiy qirg'inchilikning mushunda ta'siri bor ekan. Buni qanday qilib yo'qitamiz deganda bu deydilik irqiy qirg'inchilik uchraganni odatdagi bizmi da'vatimiz mushlik psixologiyasi buzilib ketganlar kaunselingga berib, ya'ni psixik maslahatchiga berib davolanish kerak, psixik maslahatchi o'rinlarini qo'yish kerak deydi-ku. Bundaq narsalar bilan meningcha bir millatning, bir millat sifatida irqiy qirg'inchilikka uchragan bir millatniki, bir irqniki bu psixologik nimasini davolagan bo'lmaydi. Buni faqat haq o'rnini topgan vaqtida, intiqom ilinganda, adolat yurgizilganda, undan keyin saqlaydi bu. Bo'lmasa bu saqlamaydi undaq psixik maslahat, chiniqish, uning saqlamaydi. Shuningga bu genocide deb tunishninmi, ashninga agar qarshi tarafdagi davlat, masalan, Germaniyadagi o'zi xalab pul berib, masalan, Yahudilarningki victimlarga genocide qurbonlariga pul o'taydi-ku Germaniya. Unda ba'zi davlatlar masalan shu Rom statusiga qo'l qo'ygan turibmi pul o'tmayman deb turibsa majbur qilgan bo'lamaydi, qilmaydi. Shu masalan ashta pul hech qanday pul o'tmay faqat dunyoda genocide deb tunilib qolsa-mu, ya'ni haqning yeri qirg'inchilikqa uchrag'uvchilar sening xato, mening to'g'ri bo'ldi, men qirg'inchilik uchirdim, sen jinoyatkor deb o'zini odillikqa kelgandek his qildi-ku. Shuningda buningki intiqom elish nimasi bu xalqlarniki biroz tuvallab, psixologiyasi biroz tuziladi agar genocide deb ism tonilsin-mo deb xalqarada mushta qaratadi psixologlar. Hozir diasporada bunda bir qarash bor. Masalan, Uyg'urlarning mustaqilligi irqiy qirg'inchilikka uchragan millat ekanligini xalqarada aqtirolish bog'liq deyilyapti. Mush qarashni qanday bir asosi bormi? Asosi bor. Mendan davom ettiring. Kim ma'lum javob. Ben sordum. Kim ma'lum. Diyecektim. Kimdi? Siz davom ettiring. Tamam. Okay, bu mümkünçilikka bormi amalga oshirishning deb so'rdim-u. Abayimni degandim, shu mümkünçilik bo'lish uchun buni sotga qanday qayerlar sunudi deganda prosecutor New Zealandiyadagi ICCning prosecutor ofisi shu paktlarni to'plaganda UN'niki fact find mission deb bir nimasi bor. Bu degan pakt to'plash missionsi. Shu pakt to'plash missionsiga butun pakt reportlar kelgan vaqtida uningdagi prosecutor office shu prosecutor Gambiyalik deyman o prosecutor ismdan chiqarmabdi izlab baqsanglar bo'ldi. Shu adam sunsa, ya'ni completely ashninki ixtiyoriga bog'liq. Shu sotqa mushin genocide deymiz, tribunal ochimiz deb sunmasa yana bo'lmaydi-da. Ya shuni sunish kerak, ya bo'lmasa shu bir davlat shu Rom statusiga qo'l qo'ygan davlat sunish kerak. U masalan biz agar Sharq Turkiston mustaqil bo'lib qo'l qo'ygan bo'lsak, bizning sunish huquqimiz bo'ldi. Masalan, o'z vaqtida Bosniya sungan, tushunammi? Andan keyin bu yana birisiga Security Council sunish kerak-ku buni. Hozir biz Ahmamda degan ya beriblam shu Security Councilga taqishir. Ya'ni bu Birlashgan Davlatlarningki 5 davlatdan tarkib topgan bexatarlik nimasiga kengashiga taqiladi-da. U kengashda masalan u kengashga nim qilish uchun davlatlar resolution sunish kerak. Masalan, ya Amerika masalan resolution sunish mumkinchiligi eng kuchli hozir. Xitoyni jazolaymiz deyotganki bizga bunda qirg'inchilik bo'laversa, hozir bizningki masalanki birisi niyatni isbotlash sal tas bo'lishi mumkin. Hatto hozirgi kelgichi bo'lgan qirg'inchiliklarning hammasi shunda bo'lgan, lekin akademiklar buning bilan qattiq talashyapti. Bu niyatga bir davlat policy chiqaramdi, siyosat chiqarib yezib qo'yamdi, bir yerga millatni butunlay qirib yetma deb albatta demaydi-da, yushirdi deb buni talashyapti. Chunki u qonunga ashta niyati deb yozilganligi uchun sotda niyatni isbotlaysa deb turib olgan ekan. Bu biz davlatga nim qilsa, masalan, shaxsni jazolasak-ku, yo masalan Chingchango ya birasini jazolaymiz, mushu qirg'inchilik qildi desa, u vaqtda uning niyatini isbotlash biza oson bo'lishi mumkin. Davlatning siyosatini, mushta siyosat batdi deganni isbotlash nurg'un qirg'inchiliklar tashkildi, ammo Xitoyga nisbatan, bizga nisbatan niyatni isbotlash unchalar tas bo'lmasligi mumkin. Chunki Xitoyning chiqargan planliq tug'utma bu siyosat-ku. Ammo bir yeri bu butun Xitoyga chiqadi-ku, Uyg'urlarga emas deb turib olish mumkin. Ammo Xitoyniki yana boshqa siyosatlarimi bor. Bu siyosatlar uch-qashqar qirg'inchilik demisimi? Astida işte yoshirib qirg'inchilik qilish niyatini ko'rsatiladigan siyosatlar bor. Shularni chiqib isbotlasak bo'ldi. Birinchi eng muhim narsa mush niyat uchun paktlar bo'lish kerak. Cho'qim bir muncha Uyg'urning hammani qirayotgan bir aniq bir paktni topolmasakmi, shu Uyg'urlarning masalan nurg'un oilalar vayron bo'lib ketdi. O'tganda bir videoni ko'rdim, Turkmanda 80% uy bo'sh deydi. Nima uchun bo'sh bu uylar? Nakatda bu odamlar-chi? Masalan, hozir lagerga bütün odamni to'plab akir ketgani crime against humanity'ga kirdi asli-chi.
deydigan. Muşlarning hammasini pak to'plab fact find mission'niki mushuni akilib qilsa prosecutor sunalaydi, undan keyin bir davlat bu sunalaydi. Ya mesela Security Council, mesela şu Security Council bunu mushu investigate tekshirilsin Xitoy. Tekshirilib mushu nimaga jazo berilsin deb Security Council'ning qaroridan o'tsa, bu vaqtda biz o'timiz genocide deb tunuldi degan bo'ldi-da. Aşı berib şu Security Council'ga taqishdi. Hozir Security Council'da mesela Xitoyniki kuchi qancha turib turalaydi. Rus, Fransiya, Angliya hammasi Amerika tarafda turib, Security Council'dagi davlatni mi jazolash nemisi bor? Sen o'zing shuni ichida bo'lg'ashqa qarshi bilet tashilding deb turib olib Xitoyni bir chetga urish mumkinchiligi bo'lishi mumkin hozirgi vaziyatdan qaraganda. Bu bizga foydali nima bo'lib qolishi mumkin. Amalga oshirish mumkin. Erkin muallim, bu Yahudilar irqiy qirg'inchilik uchirgandan keyin mustaqil davlat bo'ladi. Muşu noktani aytayotgan chaqda biz irqiy qirg'inchilik uchrayapmiz. Mushuni Yahudilarniki mushu davasini paylanib yoki Yahudilarning xalqaradagi bu kuchlardan paylanib, aşısulardan paylanib biz mustaqil bo'lamdik, bo'lamamdik. Mushtaq bir ko'z qarashlar bordir. Misalga xalqarada bu irqiy tozalash yoki qirg'inchilikni qabul qildi deyli. Buni ijro qilish yana bir masala bor. Yani Xitoy icra qılamdı, qılmamdı. Misalga 48'de bu imzalaşkan bir kanun var. Yani bu ırkçılıkka karşı ve onunla ceza beriş kanunu deb. Misalga Xitoy 9. maddəyə imza qılmadı misalga. 9. maddə nima deganda, mushu meselelerge çetiş bağan, ixtilaf bo'lgan taraflar üçüncü bir devlet tarafından hal qilishga teklif qılalaydı deydi. Yani Xitoydan sırf başka bir devlet teklif qilib, mushu hozir men degan qonunga murojaat qilib, Xitoyga jazo belgili bo'ldi deydi. Ama Xitoy 9. maddəyə imza qoymag'achqa, Ruqiya xonimning degandek, yani şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki 5 daima a'zosiga taqishadigan bir mesele. Yani deyli ki onun da mı eşip gitti? Xuddi o 2. Dünya Uruşu'nda nurgun şu devletler o vaqtda bu Birleşken Devletler'nin onda bir nimisi yoktu. Plan baş şekillendi ama icra kıldıgan bir halde emesti. Şununla canlı futuvaga taraflar bir hak kazangan oldu. Ular hem de qanday karar bergen bolsa ki ularni kurgan netçe mahkeme var. Bu mahkemelerde bunda kararlarını belgili boladı. Hazırki şarayette bir işi biraz kıyındek durdu hazırki ahval kalgan çağda. Berilip kalgan çağda mı bu Yahudilerge okşap kalmaydı hem ve Şark Türkistan'ınki müstakilliğine yalğızla muşu sebepten tüpeyli müstakil bulduğu değişimi kıyın. Çünkü Xitoy bunun ruhsat vermeydi. Xitoy hazır bir aciz bir devlet emas. Amerika'ya meydan okuvatkan ve onun şerik devletleri yamancık hazır Nicat efendimin dedi. Dünya aşkı bölündü. 20 netçe garp, enlik netçe bu nime şark. Yani şerik devletleri mi var Xitoy'nın? Şununla Birleşken Devletler olsun, halkara bu kanun sahneler olsun, yani bunu tavsiyalaydı. İçki siyasette mi bunu tavsiyalaydı. Eğer de Xitoyga zorlap kıldığan vaxtda Xitoy mı bununla inkas bildirdi. İnkasınınki en ahırki uslub şu can buludu. Ama bugünkü devletler Xitoy bilan can içişini xalamaydı. Çünkü fırsat yok hazır. İmkan yok. Teyya emas hammasi. Şunun can kılamagan qarganda, yani bunu kabul kılgan takdirde, xalqaradan biz nurgun bir imtiyazlarını kolga düşürgen takdirde mi, müstakil buluşnunki yalğızla yegane bir yolu emas. Nima degan vaqtida xalqarada nurgun kanunlar var. Bu kanunların hammasi demeydi, yani köpüge biz müracaat kılıp, eğer de Muşu 7-8-10 kanun bile birlikte Xitoyga bir bisim işletken vaqtida belki bir netice ağıl buldu. Misalga, Ruqiya Hanım deb ötdi. Hazır Xitoy Şark Türkistan'da ilip beriyotgan bütün siyaseti hemsi insanlıkka karşı cinayettir. Ondaqda muşu nimege kanunga qarab, maddelere qarab yana bir narsalarni chiqarg'ili bo'ldi. Buni Birleşken Devletler'de qabul qilishga tirish lazım.
Ondan keyin o'tgan bu 2018 8. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nda o ırkı kemsitish ve onun tok tutuş degan komitedime Uyghur meselesi kun tartibga kelgachga ve Xitoy onunga yağan cevap bergachga ve Uyghur meselesi şunun bilan xalqaro sahnaning merkeziga o'tag'an bo'ldi. Bu bir yolda devam qilish lazım. Ondan keyin misalga Sharq Turkiston mustamlika rayon. Mustamlika rayon qargan chog'da 1960'larda chiqargan Birleşken Devletler tarafından çıkarılan 1514 numaralı kanunga müracaat kılıp mustamlika rayonuna qaytırıp beriş ve mustamlika astidagi xalqni azat qilish deydigan madde var. Onunla qo'shimcha yana bir kanun var. Eğer de mustamlika siyasetini ip bağlayan hükümet eğer de bularning talabiga unmasa, ondaqda mushu nima mustamlika hakimiyetga qarshi urushni e'lon qilib bo'ldi va qurolni ilib urush qilib bo'ldi deydigan moddalar bor. Misalga ma'nunga müracaat qilish lozim. Ya'ni xalqaroda bundan keyin hamda da'voning ikkinchi bosqichi dedik-ku. Bundan keyingi da'vo hamda birincisi siyaset yolu bilan menish lozim. Siyasi bir uslubdur, bir san'atdir, mesele hal qilish uchun bordir. İkincisi diplomasidir. Diplomasi de bazı ideyani, bazı anlarını terakki kıldırıp, garplıklarga kabul kılgızgan ve ularına kayıl kılgan takdirde nurgun işlerini hal kılgılı buldu. Xuda öz vaxtıda, şu Gırman padişahlık vaxtıda Bismarck'nınki işletken uslupları Gırman'ınki terakkiyeti ve güçlük devlet buluşuğa sebep oldu misalga. Diplomasi yani. Ondan başka hem de en mühim nerse hem de hukuk, kanun, hukuk Türkçe git kaldı. Kanun, yani bütün halkara kanundan faydalanış ve hazır yalnızla bir ırkçılık bu ırkı kırgınçılık yalnızla bir o defa nurgun nesler var. Muşlağa müracaat kılışıyla birlikte her chatten, her yoldan oturup çıkıp aküşünü tekimi bir güçlük halık ekilip bütün oklarını hemsini Xitoyga urgan vaqtida belki mustaqil bo'lishninki imkonlari bo'ladi. Yalnızla bu yo'llar emas. Tabii Xitoy tug'an yerda chuvilib qolsa uchun, chuvilib ketgan bo'lsa uchun, Sovetlar ittifoqi chuvilgan dek bo'lib qolsa uchun. Bir kuni shuning bilan 1900 yilda 8 devlet mushu Xitoyninki po'chiligi, dahungarligiga qarshi ve chet-ellikka qarshi, dushmanligiga qarshi bir 8 devlet birlikte Xitoyni urdi. Hemmimiz bilimiz. Bundan keyin belki 80 devlet birlikte uruşma mümkün. Bunda ahval mı var? Mesela şunda bir paytlarda belki bir müstakillikninki bir nimisi imkanları payda bulundu deb o'ylayman. Yalnızla şu bir kanun bilan bir tirishchanlik bilan yalnızla bir narsa bilan bo'lmaydi demoqchi bor. Xo'sh. Hozir Ürünmeden bir mundaq bir sual soraptı ama bu sualni men o'qib o'tay. Sharqiy Turkistonning mustaqillikni qo'lga keltirishni qolaylashtirish uchun xalqaro jamiyatning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini e'tirof qilishni qo'lga keltirish muhim o'rin turamdi yoki Sharqiy Turkiston mustamlika zemin ekanligini e'tirof qildirish muhim o'rin turamdi. Biraz burun ishqini azroq yuritib berdinglar bu temani. Shunda bo'lsa lazım. Yani bir muş yetmeydi o yani 100 bin, 10 bin, 1 milyon muş lazım hazır Xitoyni urush için. Yani her iki taraf mühim diyor. Her iki taraf mühim. Bir-birini toluqlaydı aslında. Çok o men degan nurgun kanunlar var. Bir-birini toluqlaydı. Hazır bizning qilgan ish aşu endi. Ko'paytirish kuchimizni tiklash. Deginizek hem irqiy qirg'inchilik shurg'aligini e'tirof qildirish bu bek muhim. Hem de zeminimizning mustamlik qilinganligini e'tirof qilish bu bek muhim. Yani ikisi emniyet bir-birini toluqlaydigan. Bir narsa uchun xizmat qiladigan ikki muhim taraf. Shunday. Qimmatli ko'rmanlar, agar boshqa savolinglar bo'lmasa yoki mutaxassislarningki qo'shib qo'ydigan temalar bo'lib qolsa qo'shib qo'ysanglar agar bo'lmasa oxirlashtirsak bo'ldi. Ben bir nuqtani ketib deb qo'ydim. Qani baraman. Hozir qarasak nurg'unlagan savollar kelishi mumkin-da, nima uchun bu davlatlar
irqiy qirg'inchilik deb tanımaydı deb. Hem de bu devletlarninki, mesela meyli garip devletler olsun, dünyadaki mevcut devletlarninki Xitay bilan bağlanışlıq, diplomatik, siyasi bir bağlanışlıkları, münasebetleri ve ticari nimeleri var. Bu yerde devletlerimiz özünki ali menfaatini çıkış kılan alette bunu oylaşkan alette bizge yardım kıldı ve bizning meselemizni şuna tanıydigan gap. Buna deganlik hem de Şarkı Türkistan meselesi bu yerdeki irqiy qirg'inchilikni tonish olsun yoki mustamlika zemin ekanligini tonish olsun bu jihatlerde bularning manfaati to'salg'u bo'ldi, o'zinkini o'ylab bizninkini o'ylamaydigan emas. Bu bir to'salg'u bo'lishdan parallel holatda kengayayotgan bir Xitoy va yuksalayotgan bir Xitoy va bu yuksalgan siri atrofdagi davlatlar, qo'shni davlatlarga va dunyoning hegemonik kuchi bo'lgan eng chong kuchi bo'lgan Amerika tehdit buluvatıdı siyasi, iqtisadi, askeri cihetlerden. Bu devletlerge tehdit buluştan birge hem de bulamı Şarkı Türkistan meselesini Xitayga karşı işiltidigan gap. Bu işiltiş davamında bizim meselelerimizni qo'llashga mecbur bo'lgan gap demek. Devletlerninki ali menfaati biz üçün hem to'salg'u hem bir fursatlarni yaratish mumkin. Şunu benim abaytan erkin malum degandek biz bir ilmiy siyaset yürgüzüş nimesiga biz muhtojlik, ehtiyojlik hamdi. Rahmat. Rahmat. Qanaqay xon, marhamat. Sizlarga to'lqaydigan taraf post to'lqab bersin bo'ldi. Yo'q, vazgeçtim. Bu demedim. Ondan olsa ben bir qancha ishga qitib qo'yay. Mao IPAC degan nima tashkilot, ya'ni Xitoyga qarshi xalqaro parlamentarlar ittifoqininki o'tganda chiqargan bayonnomada muhim bir ifodalar bor. Yani Şarkı Türkistan'da yaşanayotgan şu zulümlarni tilga ep turib, bunun bir nüfus qirg'inchilik degan bir gapni dedi. Hem de qirg'inchilik degan gaplar, yani genosid degan gapninki ma'nosi kam ketib bordi. Hammadan bir nimalarni, ismlarni, hukmlarni, atavlarni qo'yilyapti. Bu yerdagi bayonnomada cümleler muhim deb ko'rman, shunga sizlar bilan o'rtoqlashay deb ko'rdim. Çünkü bunda deydi, yani Şarkı Türkistan'da yaşanan bu xil zulümler, Xitayninki bu zalim siyaseti dünya qarab tuğulu bo'lmaydi deydi. Yani jim turvaqlı bo'lmaydi deydi. Bunun karşı çıkış lazım. Şununla deydi, her devlet derhal ciddi bir siyasi harekete ötüş lazım deydi. Şu Uygurlarını qo'g'dab qilish için. Hem de deydi, şu a'zo bo'lgan parlamenterlarninki a'zo bo'lgan devletler, Birleşken Devletler'den bir kanun çıkarışga tirish lazım. Bu kanun nima degan chog'da, yani Şarkı Türkistan'ınki meselesini aniqlash ve bunu adalet bir şekilde dünyaya bildiriş için müstakil bir tədqiqatını ilib biriş lazım deydi. Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından ilib biriş lazım deydi. Onun için ciddi bir harekete ötüş için şu Xitayning qilmishliklariga qarta bir kanun çıkış lazım deydi Birleşken Devletler Teşkilatı. Eğer de şunda Uygurlarga qarta bir kanun çıkıp kalsa, o vaqtida Uygurlarga xos bir kanun buldu. O vaqtida Xitayni xeyli qiyin bir ahvolga tashlab qo'yish mumkin. Hem de deydi şu qitilgan, şu teşkilatda qitilgan milletvekiller, parlamenterler birlikte bir siyasi hareketke ötüp ve Uygurlarning tatıyotgan bu qiyinchiliklarni, uqubatlarni yo'qotish uchun birlikte hareket qilish, birlikte bir faaliyet ve hareket qilish lazım deydi. Yani xalqarodagi bazı teşkilatlar, bular güçlük teşkilat bu hem de 150'ga yaqin parlamenter var bu yerda. Şununla bularninki teklifiga chin isilib, teşkilatlar şununla tayinib turib bir faaliyetlerini ilib biriş lazım. Bu teşkilatlarla alaka kurup raporlarını tayyor qilib bir narsalarni qilish lazım deb ko'rman. Ko'proq marhamat. İsim geldi, qitibsam. Hazır erkin malum deganda qarşı İPAC'ninki parlament a'zolari hammasi o'zining davlatidagi parlamentga besim qilyapti. Ama Garnet Jennings, bizniki Kanadaning siyosatchisi, shu İPAC'ni qurg'uvchilardan birisi, u bir petition chiqardi. U petition to'rdan yozmaysizlar.
Ben Facebook'umu çaplap koydum, Twitter'da tarqatdım. Fakat print çıkarıp tolduruşunuz acesiz. İmza diye yerge imza koyup lan marka çaplaşına macit yok. Adresi bakken fakat poçta sandığı taşıyarsınız lan boldu konvertisidir. Çünkü kançilik cık resmi canlı imzadaydı. Torduk emas yok. Kolda yazılan fizikal imza kelsen şuncha kuchli bisim buldu Kanada parlamenti kadar. Bu Şark Türkistan halkıga elip beriyotgan qirg'inchilikni genocide deb tushunish uchun qilinayotgan imzoken bu pek muhim. Buni iliqi Vay kaçan imza bir-biringlar bilan şartlam otamasdan ma Kanadadaki bu şu Kanadadaki Uygurlar bir-birimizga avatib qo'ygan otamasdan o'zimiz print chiqarib dostlarımızı, ailemizga hammamizni imzo qo'yib shu parlamentga yo'llaylik. Hozir mo Kanadaning bu Xitoy bilan bo'lgan munosabati toza yaxshi emas vaqt bo'lgan uchun bitta payti shunga faqat sal qaraymiz. Boshqa davlatlarda mo erkin ma'lum biladi balki, erkin ma'lum shu ipakniki maslahatchisi bo'lgandikin Muşta petitionlamışlar narsa çıkış mümkün. Uygurlar şahs buluş süpütü bilen teşkilatlarla qarab durmasın. Şahs buluş süpütü bilen bunun sal qarmaslığı gerek. Eğer qo'shib qo'yilgan boshqa kim bo'lmasa, undaqda oxirlashtirsak bo'ldi. Qimmatli ko'rmanlar, muhtaram mutaxassis hammalarning qimmatli analizi ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Hoşemse. Qimmatli ko'rmanlar, Uyg'ur tadqiqot institutining o'rlashtirishidagi 5-yil Urumchi qirg'inchiligi va Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik tor muhokama yig'inini oxirlashtiramiz. Hammalarga ko'p rahmat.